Assalomu alaykum O'zbekiston. Sizlarga Uz Internationaldan zo'r yangilik. Bizni Anyanda joylashgan nufuzli universitetlarimizdan biri, Telex Visa universitetlarimizdan biri professorlari O'zbekistonga ketishyapti. O'zbekistonda katta seminar bo'lib o'tadi Toshkentda. Kim Telex Visaga qiziqqanlar, yetti qizlarni ayollari ham bo'ladi. Endi 11-sinfni bitirgan, o'qimishli, o'qimoqchi bo'lgan, o'qishga chanqoq yoshlarimizni taklif qilib qolamiz. 30-sentyabr kuni kech qolmasdan shu kunni barcha talabalarni taklif qilib qolamiz. Seminar mutlaqo tekin. Uz Internationaldan katta skidka olib o'qishga kelinglar. Bu universitet boradi sizlarga seminarda Telex Visa, bakalavr va sizni Koreyada qiziqtirgan barcha savollaringizga ham ustozlar ham javob berishadi. Qolganini bizni Uz International, O'zbekistondagi Uz International nomerlarini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqinglar. Faqat tezda kelinglar. 30-sentyabr. Necha kun qoldi? 4 kun qoldi. Kelinglar.